Assalomu alaykum do'stlar. Nihoyat biz yuqoriga soya salqin setkadan tortdik. Bu 95% deyiladi. Ko'ryapsizlar, bu tarafda quyosh chiqib turibdi. Bu tarafda bu soya salqin setka o'zini vazifasini bajarmoqda. Va hozir sizlarni eni bilan tanishtirib o'taman bilan. Xo'p, eni bilan tanishamiz. Eni 2, eni 3, eni 4, eni 6, eni 8, eni 5, eni 10 metrligi bor. Ya'ni 2 metrdan eni boshlanadi 10 metrgacha bor. Xo'p, mana bunimiz ko'rishlaring mumkin. Biroz hali o'rtacha nima desa bo'lar, salqin qilinayotgani. Xo'p, yana qalinni ko'rsatamiz. Qanaqa qilib bilsam ham bo'lar, mana qo'limga qarasam o'zi bilinadi. Ko'ryapsizlar, qo'lim ko'rinishi kamaydi. Endi buni ko'ramiz. Mana qo'lim ko'rinishi ko'paydi. Xullas, qo'l ko'rinishi ko'payadigani kamroq salqin qiladi. Qo'l kamroq ko'rinadigan ko'proq salqin qiladi. Biz yuqoriga tortganimiz mana shunaqangi qalinidan hisoblanadi. Bularni devor uchun to'ssangiz bo'ladi, ya'ni sizni hovlingiz bor, xullas uzumzoringiz bormi, bog'ingiz bormi, xullas ana shu joyini to'sib qo'yish kerak. Kirganda ko'rinmasligi uchun parda sifatida devor qilib ishlatsangiz bo'ladi va yuqoriga tortib salqin qilish ma'nosida ishlatsa ham bo'ladi. Xo'p, manzilimizga kelsak, manzilimiz Marg'ilon shahar kombinat bozorida joylashgan. Mana shu raqamga qo'ng'iroq qilishlaring mumkin yoki Telegramdan yozsalaring istalgan o'lchamni kesib yuboramiz aytilgan manzilga. Faqat oluvchilar qo'ng'iroq qilsin, chunki biz savdoda ishlaymiz. Har bir insonni masalan savoliga javob bera olmaymiz. Mabodo telefon qilsalaring ololmay qolsak, mana shu raqamda Telegram manzili bor. Telegramga kirib, mani joyim mashnaqa desalaring, mana shu joylaringga moslab kesib aytilgan manzilga yuboramiz. Eni 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 gacha bor. Orada 7 bilan 9 bo'lmaydi. Ko'rishlaring mumkin. O'zimiz tortdik buni. Pastki qismiga sim, yuqori qismiga ham sim. Ya'ni kuni kecha ko'rdilaring, juda ham qattiq shamol bo'ldi. Ana shu shamolda ham mana Xudoga shukr hech narsa bo'lgani yo'q. Ko'rishlaring mumkin. Yomg'irga keladigan bo'lsak, yomg'irni 100% o'tkazmaydi, ma'lum miqdorini o'tkazadi. Ba'zi bir do'stlarimiz noto'g'ri ma'lumot berishmoqda. Suv o'tkazmaydi deb, do'stlar, bu qalin olasizmi, yupqa olasizmi, hammasi suv o'tkazadi. E'tiborlaring uchun rahmat. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, kombinat qayerda desam, kombinat idoradan o'tganda o'ng qo'lingda keladi.